Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Sizlar bilan men yana Toshkent viloyati Begot tumanidan Sharifjonman. Do'stlar, bugungi videomiz uzumlarimizga tushadigan kasalliklar bo'yicha bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda mana havolar 24 harorat 24 dan oshgandan keyin aydium kasalligi tarqalish hozir ko'proq uchrayapti. Endi bundan buyoqqa baribir aydium kasalligi ko'proq uchraydi. Aydium kasalligining ko'rinishi mana bunday ko'rinishda bo'ladi. Birinchi tanadan tushishni boshlaydi mana. Ko'rinayotgan bo'lsa, mana tanani mana shunday dog'laydi. Hozir bir joyga kelgandik, mana shu bog'dan ozgina video chiqaryapmiz. Juda ayanchli ahvolga kelib qolgan bu bog'. Do'stlar, qaranglar qanaqangi ahvolga kelgan. Agar o'sha erta bahordan profilaktika ishlov berishni boshlaganimizda bularga hech qanday kasallik bo'lmasdi. Mana tanalarda mana shunday dog'lar, mana qorayib ketgan dog'lar bu ahvolga keltirib qo'yadi uzumlarni. Keyin mana hosillari qarang endi. Mana hosillari ham mana aydinli ko'rinishi bu. Kul kasalligi ya'ni kul kasalligi mana shunday ahvolga keltirib qo'yadi. Hosildorlikni ololmaysiz. Hosillarimiz butunlay yo'q qiladi bu aydin kasalligi. Bu bog'da endi biz davolanolmaymiz, lekin to'xtatishimiz mumkin bo'ladi. Bunga qarshi ishlovlar endi faqat to'xtatish uchun. Bu juda o'tib ham ketgan bu kasallik. Mana antraknoz ham bor bunda. Antraknoz ham tushgan. Hamma kasalliklar ko'proq antraknoz, mildiy kasalliklari tushgan. Vaqtida buni chorasini qilib profilaktik ishlovini berganimizda bu holatga tushmagan bo'lardi. Endi iloji yo'q, mana shunday holatga tushdi. Mana xomtay ham qilinmagan. Buni endi bir boshdan xomtaylarni qilib, hosillarni voz kechilsa bo'ladi. Endi buni hosilni obom bo'lmaydi menimcha, yana iloji boricha harakat qilamiz qoldirishga hosillarni. Natijasini ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Endi bunga kurash choralari qanday bo'ladi? Bunga kurash choralari aydiumga qarshi Falcon yoki bo'lmasa Tapas yoki Impact sepsa ham bo'ladi. Buni har kim o'zini tanlovidan kelib chiqib sepaveradi. Uchala dori ham aydiumga qarshi ishlaydi. Endi buni hozir xomtaylarning jarayonini qilamiz, xomtaylarni qo'lni qilamiz oxirigacha. Hamda keyin dorilarni sepib bunga to'xtatishga harakat qilamiz. Endi buni davolab bo'lmaydi mana. Qaranglar, bu juda ham o'tib ketgan. Juda ham ayanchli ahvolda mana. Mana shunday holatga keltirib qo'yadi. Bunda antraknoz ham bor. Mildiy ham bor. Aydium bor, mildiy yo'q, aydium. Asosan aydium shu issiqlik harorat 24 dan o'tgandan keyin rivojlanishi kuchayadi. Mildiy, antraknoz bular nam havoda 24 harorat 24 dan past bo'lgan vaqtda rivojlanishni boshlaydi. Mana endi hozir do'stlar xomtagini qilamiz. Xomtagini ko'proq ochamiz. Endi bularni havo aylanishlarini to'g'rilashimiz kerak. Xomtaglarni qilib keyin ishlovni beramiz. Doim ishlov berishdan oldin, dorilashdan oldin birinchi xomtagini qilib olish kerak. Xomtag baribir birinchi xomtag qilish shart. Barglarga yaxshi tegadi, tanalarga dorilarimiz, sepgan dorilarimiz yaxshi kirib borish uchun xomtag zarur narsa. Umuman xomtag ham qilingan yo'q. Mana barglarni ko'ringlar, mana barglar ham kul kasalligi. Aydium mana shu holatda bo'ladi. Barglarga ham mana shu holatda o'tib, asosan aydium barglardan boshlanadi, barglar tanaga o'tadi. Mana shunday holatga keltirib qo'yadi uzumlarimizda. Endi bunga o'sha aytilgan dorilarni Falcon yoki bo'lmasa Tapaslarda sepish miqdori 10 litrga Tapas. Endi bu juda kuchayib ketgan. Bunga sal ko'proq sepamiz. Aslida 3 gram 10 litrga Tapas sepsa bo'ladi. Falconda esa 5 gram 10 litrga 5 milligram sepish kerak bo'lardi. Endi bunga ko'proq bir 7-8 gram bemalol qo'shsak bo'ladi, chunki
juda kuchayib ketgan holat. Bu yerda kasallik juda kuchaygan. Endi buni sal ko'proq dorini ko'proq berib qo'shib sepaveramiz bunga bemalol. 7-8 gramm sepmasak buni to'xtatish juda qiyin bo'ladi. Mana ahvolni qarang. Mana barglarni holati. Bunga antraknozdan tushgan mana barglar teshilgan. Antraknoz bu. Endi buni yaxshilab konteyner qilmasak dorilar bemalol ta'sir qilish uchun yaxshilab buni dori bilan cho'milish kerak. O'sha Falcon yoki Tapas, Impact bo'lsa Impact. Bular bilan yaxshilab cho'miltirib chiqamiz buni. Mana shunday ahvol do'stlar. O'shaning uchun vaqtida profilaktik ishlovni berish kerak. Vaqtida bermadingizmi, ahvol juda og'ir. Mana hosillar ham mana shunday yo'q bo'lib ketgan mana hosillar ham. Qarang, birorta donam yo'q qolmagan, quritib yuborgan. Buni yorib ham boradi, hosillarni bo'lgan taqdirda ham, yaxshi bo'lgan taqdirda ham yorib yuboradi. Mildi aydim yorib ham boradi bularni, donlarni. Mana shunday qilib hozir chiqamiz, bularni ham chiqqan jarayonimizni ham ko'rsatamiz. Bo'ldi, o'chirib. O'chirmading,